Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, ra harfining yigizak singari bilan tanishirmiz. Ul da bo'lsa z harfi bizning odatiy tatar tilida bo'lgan z harfi endi ul z, zi, zu yumshoq harflardan, shunga ko'ra harakatlaridan yumshoq aytiladi. Z, zi, zu deb yoziluv ravishi naqta nishik r harfi shekilli zo'r, o'tir, illalamagar üstünde narsasi bor, nuqtasi bor. D boriga shulay bitindi, Z boriga, ham bizning ro boriga narsasi bilan bitinisi o'xshash, shulay bit. D, Z, ro ham Z. Bular bitinisi bir oiladan. Bunisi endi kichkina, ana kishlari, bunisi zo'r obzilari. Bunda endi bu tamosi uchun narsagina kerak. Z bilan D'ni tag'in bir qabatlayim, esingizda qolsin uchun. Ko'proq qabatlansin, u yaxshiroq esda qoladi. D bilan Z, bu bizning siziqning mana ustida yozilsa, ro bizni ostga tushib ketsa, Z'da naq shunda yo'q. Butun formasidagi ravishi rniki kabi illalamagar narsasi bor, nuqtasigina bor. Masalan, shulay yoziladi. Nechga ketib yoziladi? Naqri shekilli bilan shulay ostga tushib ketadi. Shulay bitindi. Ham ustiga nuqta qo'yadi. Z. Ya'ni Z, zi, zu. Masalan, zaytun deyik. Z, qo'yib biting. Y yoziq, T yoziq. Zaytun. Masalan, Zeynep. 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 Demak, boshida yozildi. Nishik? Shulay. Hozir biz masalan o'rtasida nishik yoziladi. O'rtasida da, oxirinda da z harfi endi al-aziz. 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 Aziz. Al-aziz. Demak, z harfi nishli, o'zidan so'ng bir harfga da yolg'onni ko'ramiz bo'shliq. Ammo ondan so'ng kelgan yumart harfga u yolg'oni. Ayn harfi anga qo'lini so'zg'ani, u nisha ketib yolg'ondir. Shulay bit. Demak, siziq keladi, men shulay aytib yolg'onib ketadi. Kela ham yolg'onib ketadi. Naq butun narsa ro harfi shekilli illalamagar ustunda endi nuqtasigina bor. Demak, shu siziqning ustunda yorti ko'pmidirilishi kerak, azrakkina ham endi ko'pchiligilishi ostga tushib ketadi, ham ustuna endi nuqta qo'yamiz. Agarda endi so'z o'rtasida yoki oxirinda shulay keladi, siziq bilan mana shulay aytib yolg'onib ketadi. Bu bizning Z harfi, yumshoq. Z, zi, zu. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.